Bu nima qilganingiz? Minnatli yoshingni uyingizga qaytarib jo'natib yuboraman. O'rniga o'zim belim og'rib topgan pulimga yaxshi, sifatli, ancha yil xizmat qiladigan mebel olaman. Hop. Labey, hozir o'zim ko'rsataman. Kiravering, tushiring aka. Tushiravering. Bo'ldi aka. Bolalar sunovga qilyapti. Qolgan mahsulotlar yo'lda kelyapti. Baraka topinglar aka. Og'irimni yengil qildinglar. Bu xotin tarafdagi hech ta'tirmas ekanda. Okey. O'zi boshidan sapsanga murojaat qilaverishingiz kerak. Biz yetkazib berishimizdan, o'rnatib berishimizdan bepul. Yo'q. Ish qilib uyaltirib qo'ymaydi-a mebelaringizni? Okey. Nima deyapsiz? Bizning seriyo mahsulotlarimiz Rossiya bilan Turkiyadan olib kelinadi. Xudo xohlasa ancha vaqt xizmatinglar qiladi, uyaltirmaydi. Aytgancha, agar pulingiz yetmaydigan bo'lsa, bo'lib to'lash xizmati ham bor. Bo'ldi, baraka toping aka. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. Arzimaydi. Uydagilar telefon qilishdi. Mebellarni qaytarib yuborganingizni ko'rib, meni ham uyga jo'natib yuborishdi, bo'ylab qo'rqib ketishibdi. Nima kulasiz? Kulgili gap gapirmadim-ku. Men seni qaytarib yuboraman. Men shunchaki kerak emas narsalarni jo'natib yubordim. Kerakli narsani hech qachon qaytarmayman. Meni kechiring. Jahl ustida sizga bilmay qattim gapirib yubordim. Sen meni qiyshuq o'rgan bo'lsang, kechirmay qayerga ham boraman. Lekin hech qachon eringni g'ururi bilan o'ynashmagin. Xo'p. Yarashdikmi? Yarashdik. Unda ketdik, ovqatlanamiz. Ovqating tayyormi? Bo'ldi, ketdik. Ha, mebel yoqdimi senga? Yoqdi. Yig'asan. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pursiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'mat, yo'qmi inson qiymati?